Guvohni. Bo'ldi, bu qog'oz sizlarda qoladi shunda hozir. Rasmga oling. O'shanda uyga ruxsatdingiz, pulini oldingiz. Pulni sanab oling. Ha, yo'q, bo'ldi. Sanang, Pulni oldik. sanab Ha, sanab olaylik. O'z xohishingiz bilan berdingiz, to'g'rimi? Pulni biz sizni majburlamadingiz. Siz ham O'z xohishim bilan men yozib berdim. Sotdim sizga. Hech qanaqa da'voyim yo'q. Assalomu alaykum, Admalik Tohirjon. Bu videoni mana jinoiy sherigingiz Baxtiyor, men jiyanim Isaqa Mansurman, Isaqa Sevaraga siz 13 oyga 50 ming dollar berib uyini o'tkazib olgansiz mebellarimni 50 ming dollarga. 50 ming dollaringiz bular 13 oyda 65 ming qilib berish kerak edi. 7 oy 8 oyda ila prosenti bilan pulni ber, bo'lmasa uyni bo'shat dedingiz, uy nomingizda edi. Ular majbur 72 ming dollarga o'z bilan Mansur sotib, foizi bilan pulni bergan. Siz 65 ming dollardan oshkuni 61 ming olgansiz. Undan oldin 45 ming dollar olgansiz. Mana olgan pullaringizni nima SMSlaringiz bor bu yerda mana. Prosent qancha prosent pul olganingiz. Avval uyni sotib olmay turib. Endi mana shu joyda mashinaga to'langan pullarni ham SMSini mana qo'yapman. O'qiladi. Buni qilayotganim bu meni tushuntirish xatim. Yuqori tashkilotda tajribali tergovchilarga, siz tergovchingizga men yozib berganman, tushundirish xatini yozib berganman, lekin u bir chaqaga olmadi ham, siz gapingiz gap ekan u yerda. İşte bir tumanda siz gapingiz gap ekan, tergovchiga ham, uchastkoviga ham. Uni bu amalda ko'rdim men. Ko'rganimdan shu bir chekadan shu tajribali bir tergovchi ko'rsa yuqori tashkilot. Birinchi o'rinda General prokuraturani bosh prokurorning birinchi o'rinbosari bu ishni ko'radi deyishimdan maqsad nogironparvar prezidentimiz bizlar shunaqa vaziyatga tushib qolishimizni bilganidan General prokurorimiz birinchi o'rinbosarini bizga biriktirib qo'ygan. Shuning uchun siz ham tushuntirish xatini endi siz yozasiz. Yozasiz endi Uchtepa tumanida emas. Qayerda buyurilsa shuni yozasiz. Mana SMSda ko'rinib turibdiki, siz qamalib ketgunizcha 6 oy iyuldan dekabrgacha 6 oy 1000 dollardan pulni olyapsiz. Yanvarda qamalib ketyapsiz. Qamalib chiqqaningizdan keyin mana siz bergan ishonchnoma avgustda men boryapman, 7 oy o'tirdim, 8 oy o'tirdim, avgustda chiqishda men boryapman oldingizga. Men sizga aytyapman, mana mashina shu menga o'tuvdi, mollar puli qolmadi. Oxirgacha dekabrda 1000 dollar men bergan xabaringiz bormi? Xabarim bor dedingiz. Avgust oyida baholashdik. 10 mingga bermayman, 13 mingga kelishganmiz dedingiz. Xo'p, 13 ming beraman dedi. Davingizni bering dedi. Men sentyabrda, avgustda gaplashgan bo'lsangiz, sentyabrda 4 ming dollar olib beraman, dekabrda 3 ming beraman dedi. Lekin ishonchnoma bering dedim. Ishonchnoma meni haqqim. Mashina turmaydi foydalanmasdan. Shu bilan siz avgustda mana ishonchnoma ko'rinib turibdi, berganingiz. Sentyabr oyida 4 ming dollar olganingizdan keyin siz menga ishonchnoma bermay qo'ydingiz. Bu meni haqqim edi, bermay qo'ydingiz. Sababini endi bilyapman. 2025 yanvar oyida matbaa bir uchastkovoy Uchtepa tuman Toshkent shahar Uchtepa tumanida uchastkovoy chaqiryapti. Unga tushuntirish beryapman, xuddi shunday 10 ming dollar olingan. Bu mashina uchun nima chaqiryapsiz men bilmayman. Ishonchnoma berilmayapti. Dekabrda berishim kerak edi. Ishonchnoma bering, keyin 3 ming beraman deyapman meni. Buni tagida nima yotganini tushunmayapman uchastkovoy dedim. 100% siz talabingizni olyapti, uchastkovoy ham xolis bo'lmayapti. Biz uchastkovoy teskari nogironlarga xizmat qilishadi. Bu prezident byuroni bajarishadi. Endi u ham o'tdi ketdi. Hech narsa bo'lmadi. Oldi rasmiyatchilik qildi, bo'ldi, to'xtadi. Endi 30 aprel kuni, shu yil 30 aprel kuni tergovchi Mehmon va Azizbek Uchtepa tuman tergovchisiman deyapti. Rovdin tergovchisiman deyapti. Mashinani minib keling deyapti. Mashinani nima minib olib boraman deyapman. Nima sabab? Ustingizda ariza bor. Qanaqa ariza bo'lishi mumkin? Men undan ko'ra bu nechta 10 ming dollar berilgan, 7 ming dollari meniki. Men 7 ming dollar berib olib ketaveringlar dedi. Keyin bundan oldingi chiqargan 1 minut video tashlab yubordim shu tergovchiga. Hadeb olib keling deyapti. O'zim boraman dedim. Video tashlab yurgandan keyin 1 minut videoni bundan oldingisini indamay qoldi. O'zim bordim.
Yana o'zim bordimda, yana tushuntirish xatida o'tdi shuni yozib berdim. 10 ming dollar olganingizni boshqasi. Lekin u ham 100% tarafda turibdi. Nimaga? Hal videodagi mas'ullarga shu sizni niyatingiz shu mashinani tortib qo'yish. Nimani evaziga? Ana nimangizda ko'rinib turibdi, o'zi 3 ming dollar siz o'zi u mashinani pulidan sizlarimizni bay qilingan 10 ming to'larganda 3 mingni minus qilyapsiz. O SMS'da ko'rinib turibdi. 3 ming nima minus qilyapsiz? Siz jinoiy sherigingiz Baxtiyor shikoyat qilmaslik uchun nimaga qoplab beryapti u? U bitta uyga bir kun o'tirib chiqdim Tohirman bilan deyapti. Bitta uy men nomim dedi. Yana bitta uy men nomimda bo'lsa meni ham Tohirman bilan qamab qo'yadi deyapti-da. Ular ziyonini to'lab beryapti 15 mingini. Ular shikoyat qiladi. Mana rasmingiz, mana rasmingiz. Rasmiy sizni qamagandan keyin rasmiy chiqarib qo'yapti. Kun.uz'da. Kim jabr ko'rgan bo'lsa, mana bu firibgar, tolamachi, katta foiz evasiga odamlar uyini tortib qo'yadigan, mashinasini tortib qo'yadigan firibgar qo'lga tushdi. Kim jabr ko'rgan bo'lsa, kelinglar deyapti. Mas'ullar ham borgandir robotaga. Lekin Baxtiyor yo'l qo'ymagan, qoplab beraman degan ziyonni qoplab bergan 15 ming dollar. Shuni evaziga ikkita ko'zi ko'r odamni mana qarşılatyapsizlar. Sizga qo'shib meni Toshkentga chaqirayotganlar ham tergovga bilib turib, tergovda yozib bergan bo'lsam ham 10 ming olganingizni. Endi buni aytishdan maqsadi mana xulosasi, u Azizbekning xulosasi, ayblar xulosasi nima bo'lyapti? Siz foizchi emasman deysiz. Mana bu siz olgan uyga olgan avvalgi foizlaringiz mana uni ham chiqarib qo'yapman mana. Uyga olgan foizlaringiz mana uni ham chiqarib qo'yapman. U sotib 61 ming dollar olganingizdan avvalgisi bu. Sal odamga uyatdan kerak meni o'rtaga qo'shib masalan aytyapti-ki, ayblovnomada yozilishini odamlar o'qib olsin. 15 ming dollarga deyapti, Nexia 3 deyapti. Davlat raqami ham yozilmagan ayblovnomada. Nexia 3 Isaqa Mansur deyapti. Isaqa Sevara xotini bilan deyapti. Bo'lib to'lash kelishuvi bilan olib ketib noma'lum shaxsga sotib olgan deb 168-moddani qo'yyapti, ko'r-ko'rona qo'yyapti. U ham mendan tushuntirish aytgan shu tergovchi ham. Shu mashinaga 10 ming dollar olganingizni ham biladi. Uni isbotini ham ko'rgan. 1 minutda videoda. Shunday to'xtasa chiqadi. Endi meni buni tushuntirish shart qilib hisoblashni olayman yuqori organlar. Birinchi o'rinda General prokuratura. Shuni qabul qilishib, bu agarda bu prezidentgacha boradi. Sizga juda oson tushunmaydi, men shuncha ora qilish, meni qaqshatish. Men pul topsam, pulimni zakoti bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Men bu videoni ko'rishingiz mumkin. Men nimaga ishlashim pullarimni. Oshcha pulimni. Siz singar bosib yotib birovlar qaqshatish uchun emas meni pulim. Odamlarga yaxshilik qilish uchun. O'zimga o'xshagan ko'rlarni ko'nglini ko'tarish va moddiy yordam berish uchun oshinaman pul. Albatta o'g'illarim uchun, chiroyli katta qilish uchun. Siz osonla meni buna qilib qaqshatib ketaveraman deb o'ylamang, kimlargadir ishonib. Ishonganlaringiz ham Xudo xolasa inshaalloh hali tushuntirish xati yozadi bu qilayotgan ish uchun. Siz bilan birgalashib. Mana chiqarib qo'yaman endi. Mana shu Nexia 3'sini hammasi ko'rdi. Shu kuzatuvchilar ham bor. Hammaga qiziq oxir mana nima tugaydi ekan bu. Mana kuzatuvchilar ham bor mana Xudo xolasa. Kuzatuvchilar ham ko'rib turibdi. Qani qayergacha borasizkin siz? Mana shu tergovchining yozgan ayblovnomasi. Mana ayblov xulosasi. Men shuni xulosa qildimki deb prokurorga, Uchtepa tuman prokuroriga xulosasini beryapti. Shuni aniqladim deb. Mana u ham mana turibdi. Ko'rsin haq. Mana siz mana oramizni ham ko'rdi. Shu maqsad hech qanaqa rasmiyatchilik yozuv qilmasdan siz jinoiy sherigingiz bular shikoyat qilmasligi uchun bular ziyonini qoplab bergan, bular shikoyat qilmagan. Kelishgan videoda rozirzochilik raspiska turibdi bu yerda, tilxat turibdi. Endi bu yana yuqori organlar nima desa shu bo'ladi. Lekin bu prezidentgacha boradi, buni bilib qo'ying siz. Buni biz tashlab qo'ygan odam emasmiz.
Biz prezidenti e'tiboridamiz. Buni bildirish, biz e'tibordanligimizni bildirish uchun birinchi saylov byulletenini ham bir yil yozda chiqarishini buyurgan. Nimaga? Biz sizlar bizni e'tiborimizdasiz degandik. Gap bu, tushungan odam uchun. Osonda siz qarsiz, keyin siz ishonganingiz meni qaqshat ketadigan odam emasman men. Biz siz singari bir pulni bilan topmaganmiz. Birovlarga foizga berib, biz mehnat qilib topganmiz buni. Firmalarim ham bor. Odamlarni ishlataman, pul topaman. Lekin unaqa siz singari emas. Xolos. Qo'qadigan joyim ham yo'q. Siz ishonganlaringizdan ham boshqasidan ham qo'rq bo'lganman. Kuzatuvchilar shuni oxiri nima bo'larchi prezidentga borish kerak edi. Birinchi o'rinda bu Nig'matilla Yo'ldashevga, bosh prokurorimizga borish kerak. Shu buyursin, tajribali tergovchilar shu tergovda olib borsin. Bu qonun bilan agar men qonunni oldida xato qilgan bo'lsam, shular meni yugurtirayotgan edi, bir oyog'im Toshkentda bo'lib qoldi. Ko'zi ko'r odam yo'lda tualet qilish ham qiyin. Yana bor ro'dida turish edi, kutish. Tashqarida kutish. Bu bir marta emas, ikki marta emas. Bu nima uchun? Shuni ta'limotchining bir arizasi uchun shunaqa kuchli odammisiz siz? Shunaqa kuchli odammisiz siz, Tohirjon? Shunchalik shular qo'rqmayapti, risklat qilyapti, kelajagini risklat qilyapti, karyerasini risklat qilyapti. Nima uchun? Shuni men tushunmayapman. Uni endi ular tushuntiradi endi. Tajribali tergovchilarga, kelajagi bor tergovchilarga tushuntiradi. O'tiruvdiga ko'z old jamiyat, O'zbekiston ko'z old jamiyatining 85-ligida mazza qilib lazzat o'tirganmiz hammamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Endi achindi ham nima bosh vazirni, O'zbekiston Respublikasining bosh vazirini o'rinbosar Mirzayevdan buyruq bo'ldi. Hamma tumanlar o'tkazsin deb. Hamma tumanlar o'tkazib biz qoldik. Biz hokimiyat o'tkazmadi. Hokimiyatning xabari ham bo'lmagan ekan. Yana bundan xabar bo'lmadi. To'rshira bularda xabar bo'lmabdimi? Men bilmayman dedi, men gaplashmayapman. Nima dedi? Men xabarim yo'q, bilmayman dedi. Hamma jamg'armalar o'tkazibdi-yu desam, men nima bilmayman. Kim aytdi shuni? Bunyod aka. Kim Bunyod aka kim o'rin ishlaydi? Yordamchi. Birinchi o'rinbosari deb gapirdi. U Ashaka Baxtiyor akani taniysizmi dedi. Jamiyat raisi. Tanimayman dedi. Qandaysiga bordim. Endi mana o'rinbosar aytdi, Baxtiyor akani tanimayman dedi Bunyod. Bunyodda endi o'rtoqlar, uni otasi ham taniydi meni. Uni otasining do'stlari ham taniydi. Uni o'zi Bunyod o'zi ham, uni do'stlari ham, uni ammasidan so'rasa ammasi ham taniydi. Kelib so'rasa, to'g'rimi? Bu Osman deganki hamma taniydi. Endi bu yolg'onchida endi yolg'onchilik uchun Vazirlar Mahkamasining qarorini bajarmayapti bular. To'g'ri. Kirim yo'q bularga. Bizga xizmat qilishdan ularga kirim yo'q. Lekin doim aytaman, sizlarda raislar bor. Buni tek qo'ymaymiz. 90 yilligini o'tkazish kerak, o'tkazamiz. Menda nima bor? Meni boshlig'im bor mana Ansordan. Mashinaman. Mashinaman Ansor. 300 kiloga tuxum. Endi oldin bilasizlar 5-6 yil oldin juda ko'plar tuxumdan mehmon qilganman. Olib ketgansizlar 3 kiloga, 4 kilo. Mana hozir 4 kilogadan tuxum. Mas bayram bilan shunga masalan rozi bo'l, xursandmisizlar? Meni ishim sizlarni xursand qilish. Endi o'rtoqlar, to'g'ri gap. Mana ko'z old jamiyatiga shu Allohga hamd bo'lsin. Alloh subhanahu taolo rizq bergan darajasi-ku. Hammasi yaxshimi? Kechalar arizalar yozilib, moliy yordamlar chiroyli hammasi. Bemalol maza qilib o'tiringlar. Men ham sharoit beraymi? Shimol esa rasta. Shimol tomonda. Quyosh nuri yerga sochadi. Lekin ko'zlarim quyosh nurini ko'rmaydi. Qalbim yig'lar, ko'p, taqdirim kuylaydi. Ojiz ko'nglim ko'rdir mening ko'zlarim. Lek qilishdan o'tkir aytar so'zlarim. Yuzsizlar yo'qmas mening gaplarim. Nokaslarga endi tushmas ko'zlarim. G'iybat qilmay g'iybatlarda yashadim. Hasad bilmay hasad og'irini bildim. Nokaslarning hiylasidan men to'ydim. To'yib qora ko'zlarim o'ydim. Tim qorong'u zulmat hamrohdir menga. Qayg'u alam singib oldi tanamga. Taqdirimga ta'zim qilib yashayman. Alamlarga boshim qo'yib bermayman. Yashayman-u, yashaganday bo'lmayman. Tirikman-u, tiriklarda
yurmayman. Zulmat qahri qolini mudatani xoman. Zulmatlarda quyosh nurini qumsayman. Hatto maysa yashayman deb tosh yoradi. Tosh oralab quyosh sari intiladi. Umr qancha qisqaligini bilmaydi. Lekin qalbi quyosh nurini qumsaydi. O'g'lim ko'r deb onajonim o'ksimang. Yurak bag'ringiz tirnab yig'lamang. Ko'r bo'lsam ham ko'rlikni men qilmayman. Nokaslardan boshim baland ushlayman. Hali erta nodon deb kulmanglar. Taqdirimga nuqta qo'yib qo'ymanglar. Taqdir qalamiga hayaga bormanglar. Ushbu qalam Allohniki bilinglar. Malomatning toshlarga dosh berdim. Allohning kuniga shukr qildim. G'animlarning g'ibatiga na berdim. Hayot ekan taqdirimga tan berdim. G'anam bilgan mening yuragim butundir. Necha yildir kunduz emas tundir. Ko'r nolasi bir kun Allohga yetkaydir. Sabr toqatni Alloh o'zi bergaydir. Tog'i toshlar sabr toqat qiladi. Sabr bilan o'z cho'qsin saqlaydi. Mening sabrim tosh sabrdan kam emas. G'animlarim chamasi yetolmas. G'animlarim chamalaring bo'lmaydi. Qodir Alloh bunga yo'l ham qo'ymaydi. Yurakginam to'xtamaydi uradi. Xudo bersa yana ko'zim ko'radi. Eshaklar ham bir narsani chamalaydi. Chamanima aqllari yetmaydi. Ot adaysa nodon deya kuladi. Adashgan ot o'zining yo'lini topadi. Onajonim har kun meni duo qiladi. Kechalar Allohim yig'lab solar. Mening o'g'lim kunduz quyoshingni ko'rsin. Qudratingga hamd va sanolar bo'lsin. To'xtamayman Allohdan shifo so'rayman. Charchamayman quyosh sari intilaman. G'animlarning kulgusida men qolmayman. G'anim bilgan Alloh yo'lidan qolmayman. Hali erta nodon deb kulmanglar. Taqdirimga nuqta qo'yib qo'ymanglar. Taqdir qalamiga hayaga bo'lmanglar. Ushbu qalam Allohniki bilinglar. Shamol esa rasta shimol tomondan. Quyosh chiqib nurini yerga sochadi. Lekin ko'zlarim quyosh nurini ko'rmaydi. Qalbim yig'lab, ko'r taqdirim kuylaydi. Rahmat hammalarga. Omalaygan masaqaya biz hayotimiz mana shu yerda o'tiribdi. Yo quyoshni, yo oyni, yo yulduzlarni, yo osmonni ko'rmagan, rangni bilmagan odamlar tug'ilgandan beri shunaqa odamlar ham o'tirib duolar ijobat inshaalloh. Mana ulug' bobomiz Alisher Navoiy aytgan ekanmi, bir g'arib ko'nglini shod etmoq, agar Ka'batulloh vayron bo'lib ketgan bo'lsa, uni tiklagandan ham afzalroq degan ekan. To'g'rimi? Yaxshi o'tirdinglarmi? Hamma ursanmi? Rozi bo'lasizlar. Qadaminglarga kelganinglarga hammalarga rahmat. Kam bo'lmanglar. Xudo xohlasa inshaalloh hammasi Allohdan yana bir ko'rishamiz inshaalloh. Mustaqillikka gaplashamiz. Ungacha kam ko'z bo'lsa kelib turinglar. Xizmatinglardan ham. Baş işlerini hammasini qilib berganiga shu o'limga ham duo bering. Bo'lajaqlarim ham hamisha oxirat salomat bo'lsin. Yaxshi kunlaringiz bizda tepamizda tursin. Topganlari hamisha to'ylarga bersin. Nima talab qilayotganmiz Alloh shu o'tganga ham Allohim ko'zlariga nur bersin. Hojatlarini ravo, miskinlarni oson qilsin. Alloh hamisha Alloh bandam deganlarni qatorida qilsin. Ikki dunyo saodatlariga Allohim o'zi erishtirsin. Alloh Assalomu alaykum. Baxtiyor aka. Studentmi? Ko'pchilik kuzatyapti, imonli qalblar. Yaxshimisiz Baxtiyor aka? Tinchmisiz? Sog'ligingiz yaxshi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Obunachilarga gapirib qo'ying. Obunachilar kelinglar, chop ochamiz endi. Bugun tadbirda o'zi $100 beraman deb pul kelmay unmay qoldi. Bir oyga suzib qo'yishdi. Nima pul? Ha, men 100 qoladi, 100 qog'oz olaman.
dollar beraman bularga. İki açsa $100 beraman. Sizlar duo qilib qo'yinglar shu raisimiz tog'ani men ish bilan ta'minlab juda katta xursandchilik qildi biz uchun. Chiroyli kommentlar yozib qo'yinglar, albatta o'qib berishadi.